Numerologiya, munajjimlar bashorati va sehr. Bularning o'rtasida qanday bog'liqlik bor, bilasizmi? Albatta bu shirk. Bunday narsalar haqida hadis va Qur'onda nima keltirilgan? Keling, ko'rib chiqamiz. Agar bilsangiz, Qur'onning Baqara surasida numerologiya, sehr, jodu, shunga o'xshaydigan narsalar shayton tarafidan insoniyatga o'rgatilgan. 2025-yil qaysi burj vakillari turmushga chiqadi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda shunday deydilar: sizlarga eng katta gunohlarning eng kattasini aytaymi? Bu Allohga shirk keltirish va sehr bilan shug'ullanishdir. Va qo'shimchasiga, bu insonlarda 40 kecha namozlari qabul bo'lmaydi. Nima uchun biz har safar bu narsani o'qiyotganimizda yanada ko'proq ishonch hosil qilamiz va bu bizga ishonarli tuyuladi? Chunki bu paytda sizga shayton vasvasa qilayotgan bo'ladi. Vasvasa esa yomonliklarga va katta gunohga olib keladi. Har safar biror narsaga ishonishdan oldin hadis va Qur'on bu narsa haqida nima deyotganini o'rganib chiqing. Mani yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Ma'asalama.